Ko'ryapman? Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan va nihoyat Koreyadagi eng kuchli universitetlardan biri bo'lgan Seoul National University'ga birgalikda sayohat qilamiz. Hozir biz universitetning Gwanak kampusdamiz. Eng katta kampusi aynan shu yerda joylashgan. Gwanak tog'i etagida butun universitet tog' bilan o'ralgan eng katta kampus. Atrofni ko'rsataman. Manzara juda ham ajoyib. Asosiy kirish eshigi oldida xuddi shunaqa statular bor, rasmga tushish mumkin. Bu Very Lux Tasmi. Tarjima qilib ko'rsanglar bo'ladi, qanaqadir ma'noni beradi. Ishora desa ham bo'ladi. Manzara. Universitet hududi juda ham katta. Bilmadim, bu yoqda qancha vaqt ketadi aylanishga. Stadion. Shunchaki asosiy kirishdan kirganda chap qo'lda stadion. Muzey bor ekan. Bilmadim, bu ishlaydimi yo'qmi, hozir borib ko'ramiz. Pulemyot materialdan yasalgan. Ajoyib. Tank. Bu ham materialdan yasalgan. Rasmlar juda ham qiziq. Qiziq. Bu bilmadim, qanaqadir qurolmi? Jiddiy ajoyib. Kelsangiz albatta kirishingiz kerak. Kirish uchun hech narsa shart emas, shunchaki kirib ketasiz. Bularga qarang. Bullet shooting. Xuddi o'q tekkandek manzara hosil qilmoqchi bo'lishgan. Hammasi shunday. Bu nima endi, Nurbek? Juda ham ajoyib. Qarmoq. Zo'r. Bu qurol ham bor orqasida. Zo'r. Wow, bu rasmlarni. Bu qaniydir o'yin ekan.
Ha, tepadan osilgan ekan. Ipi turibdi. Zo'r. Kelsangiz albatta kiring bu muzeyga. Qiziq narsalar bor ekan. Ha, buni orqasiga qaramayman. Orqasi ham xuddi shunday oyna ekan. Zo'r. Yana ham qiziq narsalar chiqib qoldi. Bular boshda nimani ko'tarib yuribdi Nurbek endi? Ha? Cho'ta nimadir ko'tarishyapti xullas. Vau, yasalganini qarang. Qo'lda. Zo'r. Zo'r tasvirlangan, gap yo'q. Bu yerda raketa bor ekan. Dron. Xuddi kinolardagidek. Ajoyib. Muzey aylanib bo'ldik. Ikkita 3ta etaj. Lekin qiziq, ixchamgina, kichkinagina muzey. Stadionni tepadan ko'ramiz. SNU stadioni. Ajoyib. To'liq universitet tog' bilan o'ralgan. Har tomondan. Stadion yaqinrog'iga tushdik. Anchagina yaxshi futbol bo'lyapti. Hozir Sherik Nurbek bularga taklif bilan chiqmoqchi, agar bular rozi bo'lsa, universitetimizdan komanda qilib kelmoqchi. Komanda qilib kelib, SNU talabalari bilan futbol o'ynamoqchi. Ko'ramiz, rozi bo'lishadimi. Hozir bolalarning kontaktini oldik. Bolalar qiziqdi. Endi Nurbek komanda bilan keladi. Biz birga kelamiz. Zo'r. Eng qiziq tomoni, bu yerda hamma ingliz tilini biladi-da. Hozir shunchaki stadion chekkasida turgan 10 kelgan bolalarni to'xtatib so'radik, gaplashdik ular bilan. Ingliz tilini biladi. Juda ham zo'r. Kakao to'lqini oldik. Endi gaplashib, biror kunni belgilab kelsak bo'ladi. Zo'r. SNU Business School kirib ko'ramiz. Business School ichidamiz. Business School'lar doim chiroyli bo'lgan. Bu yerda o'sha honors dol bo'lishi kerak. Wall of Honors Business School. Buni internetga yozib ko'rsana bo'ladi. Bir yozib ko'rgandim. Very looks tasmiya. Qaydir ma'no beradi. Ma'nosi bor buni. Lotin tilida bo'lishi kerak, adashmasam. Lekin zo'r. Business School anchagina chiroyli. Rasmlar, Flower Garden. Business School'lar kichkinagina o'zini bog'i. Hali ham Business School. Juda ham boshqacha dizayn qilingan. Xonalar.
o'rtada binoni bog'langan joyini topdim. 58 Business School va 59 birinchi zdaniya. Bu ham Business School. O'rtadan bog'langan. Ajoyib. Juda ham kichkina zona bilan bog'langan. Business School. Mana shu zdaniyalar hammasi Business Schoolga qarashli ekan. Bu boshqa zdaniya, bu hozir kirgan zdaniyamiz emas. Bu yoqda kirgan zdaniyalarimiz Business Schoolga qarashli. Manzara ham zo'r ekan. Manzara ham zo'r. Bu yoqda mashina ham zo'r turibdi lekin. Archalar ham zo'r. Damas yonida. Hozir Public Administration binosidamiz. Bu yoqda o'zining alohida brendi bor ekan. GSPA, Graduate School of Public Administration. Ajoyib. O'zining muzeyi ham bor ekanda. GSPA. Zo'r. Ichkarida unchalik qiziq narsa yo'q. Asosan dokumentlar. Lekin bino zo'r tuzilgan. Tashqi tomonga chiqqan, tashqi tomonni ko'rsataman. Dizayn juda ham o'zgacha. GSPA. Yana bitta binodan binoga o'tadigan joydamiz. Bu yoq GSPA, Public Administration. Bu yoq qanaqa binoga o'tyapmiz bilmadim, lekin o'tish yo'liga o'zi qiziq. Business School. Bu hozirgi Public Administration. Zo'r. Qaysi binoligini bilish uchun albatta kartaga kirib ko'rishimga to'g'ri kelyapti, chunki asosan binoning old tomonida yozilgan kampus nomi. Lekin juda ham katta, butun bir shaharcha. Shahar desa ham bo'ladi, shaharcha emas. Menimcha bu yotoqxonadan oldiga keldik menimcha, chunki o'tirlar turibdi. Qiziq. Haqiqatda zo'r. Har xil narsalar yozilgan. Haykallar. Art Schoolga o'xshayapti. Bo'lishi mumkin. Vau, mana ichkarini qarang. Ana haykallar qabristoni ekanda bu. Yana bitta zdaniya, multimedia lecture building ekan bu. Old tomonda yozib qo'yilgan. Ko'rinishi boshqacha, kirib ko'ramiz. Ikkinchi qavat. Bu yoqda kichkina terrasalar bo'rtib chiqqan. Men bitta tepaga chiqib ko'rishimiz kerak ekanda. Mana bu yoqda ochiq lecture room bor ekan. Multimedia lecture buildingda lecture xonasi. Biz mana shu qizil belgi ko'rsatgan joydamiz. Bu yoqda deyarli universitetning o'rtasidagidek ko'rsatyapti, lekin universitetning o'rtasida emasmiz, hali boshlanishidamiz. Karta ko'ringandan ancha katta. Lekin tabiati juda ham ajoyib. SNU Law School. Bir ming 1995. Bilmadim qanday ma'no anglatadi, lekin xitoycha yozilgan. Keyin yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Boshqa universitetlarda kampus kichikroq, har bitta skolga bittadan bino to'g'ri keladi. Business school bo'ladigan bo'lsa, faqat bitta binoda joylashgan. Bu yoqda bo'lsa, bir nechta binoda joylashgan. Masalan, mana shu atrof hamma binolar law schoolga qarashli. Boya business schoolda ham bir nechta binoni ko'rdik. Xuddi shunday har bitta skolda binolari ko'p ekan.
Manzarani qarang. Bu yoq nimaligini bilmadim, lekin remont ekan. Nima bo'lishi mumkin bu Nurbek? Ha? Universitet juda ham katta. Bu yoqda kichkinagina fontan bor ekan, ixchamgina. Zo'r. Bu yoqda ochiq maydon bor ekan. Lekin haqiqatda juda ham katta. Bilmadim, bu yoqda aylanib chiqish uchun bir kun yetmasa kerak. Hozir Nurbek qiziqqani uchun injiniring tomoniga qarab ketyapmiz. Injiniring yo'nalishiga. Bu ham oxirida ekan universitetda. Lekin zo'r universitet. Hozircha bu yerda o'zbeklar sanoqli. Adashmasam 2-3 ta o'zbek o'qiydi hozir bu yerda. O'qib ketganlar ko'p. Lekin ayni vaqtda o'qiyotganlar unchalik ham ko'p emas. Bilishim bo'yicha qabul jarayonlari xalqaro talabalar uchun anchagina oson. Chunki koreyslar bilan raqobat qilinmaydi. Shunchaki til sertifikatlari, o'sha maktab baholari, agar magistr bo'lsangiz bakalavr baholari, xolos oldingi ta'limdagi baholarga qarab topshiriladi, shularga qarab oladi. Bilishim bo'yicha bitta yo'nalishga bitta davlatdan ko'p talaba olmaydi. Masalan, biznes yo'nalishiga topshirdingiz, siz bilan bir xil 20 ta o'zbek topshirgan. Ko'rsatkichlar zo'r bo'lgan taqdirda ham hammasini ola olmaydi va bu orasidan eng zo'r 2 ta 3 tasini tanlab oladi. Shu narsalarga e'tibor berish kerak. Shunaqa. Hozir bitta binoga kirgandik. Binodagi qorovul bizga karta berib yubordi, universitet kartasini. Qayerlarga borsa bo'ladi, shularni ham tushuntirib yubordi, muzeylar, shunga o'xshash qiziq joylarni. Karta lekin anchagina katta. Shu orasi. Yo'q, qolganmi deyman. Ha. Universitet kartasi, College of Engineering oxirida. Biz hozir qayerda? Biz mana shu yerdamiz. 60-bino oldidamiz. Deyarli universitetda art boshida kirgan joyimiz, asosiy zaynidan kirdik. Hali universitetda yarmiga yetib kelganimiz yo'q. Kutubxona. Kutubxona manzarasi juda ham ajoyib. Anchagina katta kutubxona. Eng asosiy hozir kutubxonani belgilab berdi. Menimcha belgilab berganiga qaraganda bu yerga kirish mumkin bo'lsa kerak. Hozir kirib ko'ramiz. Chunki o'zlari belgilab berdi-da, to'g'rimi? Bizga karta berishdi. Kartada ma'lumotlar bor ekan. Bu yerda aytilishi bo'yicha logotipdagi bittasi torch, mash'ala, bittasi qalam. Bu yerdagi motto Veritas Lux Mea ma'nosi Trust is my light degan ma'noni beradi ekan. Trust is my light. Kampuslari berilgan. 1, 2, 3, 4 ta kampus. Kollejlari, studentlari, umumiy 30 mingga yaqin student bor. Bakalavrda 15.870, magistr va doctoral degree. Bu 22-yildagi ma'lumot. Global Study butun dunyo bo'yicha 29-o'rinda, hozir adashmasam 31dami tursa kerak. Osiyoda 7-chi.
campus turlar bor ekan. Bu yoqda aytilishicha bo'yicha main gate'dan College of Natural Science. Xolos, asosiy ko'rish kerak bo'lgan joylarni уже liniya qilib chizib qo'yishibdi. Shu bo'yicha harakatlansa bo'lar ekan. Vaqtigacha yozilgan. 1 soat, 2 kilometr. Fotospot deyilgan. Bu yoqda asosan rasmga tushish mumkin bo'lgan joylar. Mana boyagi ko'rgan suv havzasi. Bu yoqda ochiq teatr bor ekan. Shu asosiy landmarklarni ma'lumotlari. Boyagi pond, Lawn Square. Muzeyga kirib ko'rdik, art muzeyiga. Libraryga hozir kirib ko'ramiz agar kirgizsa. Buni yo'lda ko'rdik. Koreys tili instituti ekan. Faqat bu yerda remont bo'lyapti oldida, balkim boshqa tomondan kirish mumkindir. Binolar haqida ma'lumot. Juda ham ko'p bino. Bu yog'i karta. Anchagina katta. Hozir biz bu kutubxona bo'ladigan bo'lsa, taxminan shu yerdamiz. Mana shu sariq binoning tagidamiz. Mana umumiy universitetni qayerda joylashdik. Lekin anchagina katta. Bu yoqda yotoqxonalar joylashgan ekan yuqorida. Veteraniya, farmatsevtika, injiniring. Boya aytganimdek, faqatgina bitta bino emas. Kollejlar bir nechta binolardan tashkil topgan. Injiniring, atrofidagi binolar ham injineringga qaraydi. Law school qani? Law school ham xuddi shunday. Masalan, mana business school. Mana shu atrofdagi binolar ham business schoolga qaraydi. Public administration 57 va 57-1 bor. Xuddi shunday boshqalari ham yondagi binolarni ham o'ziga olgan. Kutubxona. Astenio Commons Library. State of Art Collection. Kutubxona ichida o'zini kichik maketi bor ekan. Ko'rishimiz mumkin. Anchagina katta joy. Juda ham katta hududni o'z ichiga olgan. Oldidagi bino ko'rinishi tarixiyroq, yuqorisi shu zamonaviy. Va eng yuqorisida quyosh panellari ko'rsatilgan. Zo'r. Bu yer kichkinagina muzeychasi. Kutubxonani. Mana nihoyat Nurbek qidirgan joylarni ham topdik. Graduate School of Data Science, College of Engineering. Bu atrofda binolar hammasi engineering. Bu yoqda ham yozilgan. Kirib ko'ramiz. College of Engineering. Mana. Ko'ryaptimi? Tog'i eng baland nuqtasi. Gonak tog'ini. 700 metrga bormaydi, masalan 640 metrlar atrofi. Universitetda o'rab olgan. Bu to'g'ridagi zdaniya engineering schoolga qarashli bu zdaniya. Hozir u yoqga ham borib boramiz. Universitetning oxiri o'sha yerda.
Yana ham teparoqga chiqishimiz kerak ekan universitetni ko'rish uchun. Hop, bu yoqdan uncha ko'rinmayapti. Engineering school ichida ham yana bitta lecture room topdik. Anchagina katta. Bu yoqda Nurbek zerikda o'zi. Nurbek faqat engineering ko'rish uchun kelgandi. Men majbur hamma kampus ichiga olib kiryapman. Hali ham shu engineering binolari atrofidamiz. Qayerdaligimizni topib olishimiz kerak. Biz College of Engineering mana shu atrofdamiz. Hozir mana shu atrofdamiz. Bu binolarning birontasida raqam yozilganmi? 36. Ortimizdagi bino 36 mana. Mana shu yerdamiz. 38 nima ekan? Ko'ramiz o'zi. 33 ko'ring, 33 bo'lishi kerak. 33. System Inter University Research Center ekan. Automation Research Center ekan. 33. 30 Power Laboratory. Laboratoriya shunga o'xshash joylar ekan. Samsung Convention Center. Juda qiziq narsalar. O'tib ko'ramiz. Bu yo'li ham engineeringga qarashli binolar ekan. Engineering school. Global Education Center for Engineers. Bu yoq ham engineering mana. Global Education Center. Engineering school ichidamiz. Bu yoqda ham emergency shower bor ekan. Deyarli hamma universitetda ko'ryapmiz, faqat bu yoqda o'sha ancha boshqacha o'rinda, chunki hamma narsa yozib qo'yilgan, tushunarli qilib. Yopiq joyda joylashgan. Xuddi o'sha oldingilaridek, faqat zona yopiq. Zo'r. Korean language class. Mana engineering school uchun language class. Hozir bir qavat pastga tushdik. Bu yerda o'sha energy resource engineering, yana boshqa yo'nalish. Zo'r. Hamma yoq research centerlar. Researchga e'tibor juda ham kuchli. Ixtisoslashtirilib turib bo'lingan research centerlar ham. Ya'ni engineering research center deyilmaganda, engineering ichidagi yo'nalishlar ham har xil qilib bo'lib tashalgan. Toqqa chiqib ketsam-ki shu yerda. Avtomobil injineringga oid resource centerdamiz. Bu yoqda Driver's View of Hydrogen Society model. Kislorod stansiyasi, mashinalar, zo'r. Shahar modelini yasashgan. Bu to'g'ridagi zdaniya ham injineringga qarashli. Bu ham xuddi shunday avtomobil injineringga oid zdaniyalar hammasi. Men ko'rsatmoqchi bo'lganim bu yoqdagi tabiat. Gvanak tog'i universitetni butunlay o'rab olgan. Bu yerga albatta kelish kerak. Hiking qilish uchun eng yaxshi lokatsiyalardan bittasi. Universitetni ichidan chiqib ketsa bo'ladi. Holatingizga qarab har xil yo'llari bor. Oson, o'rtacha, qiyin.
lekin albatta chiqish kerak. Yuqorida ham ancha chiroyli manzaralar bor. Avtomobil injiniringi aloqador kampus, research laboratoriyalari bor. Bu yerda har xil ko'rgazmalarni qo'yishgan. Atrofdagi xonalar hammasi laboratoriyalar. Har xil uskunalar, turli laboratoriyalar. Bu nimani motori endi? Ko'rinishdan vahimali narsaga o'xshayapti. Engineering College 300-zdaniya ichida zal bor ekan. Mana shu yerda birinchi qavat emas, ikkinchi qavat endi bu hozir. Birinchi qavat pastda. Shu yerda fitness zal bor ekan. Mabodo kelib qolsani. Hozir bu yerda tepaga chiqib ko'ramiz. Shu bilan yakunlaymiz, chunki universitetda oxiriga keldik. Bu yerga boshqa kuni albatta yana kelamiz. Manzarani bir ko'ring. Engineering anchagina katta va bu yerda bir qiziq narsaga ko'zim tushdi. Hyundai Motors'dan mashina modeli. Zo'r. Another campus degan maydonchasi bor ekan bu yerda. Dars qilish uchun sharoit, kofe mashinalar. Zo'r. Oxiri injineringni oxiriga yetib keldik. Deyarli universitetning oxiri. Yuqorida ham yana binolar bor, lekin deyarli oxiridamiz. Boya kartadan ko'rganimiz baland zdaniya, injinering. Bu yoq ham xuddi shunday injinering. Bu yerda ham yozilgan 301 injinering, 300 ham injineringga qarashli. Pastimizdagi zdaniyalar ham hammasi injinering ichidagi shu avtomobil engineering, aerospace, har xil shu injinering ichidagi yo'nalishlar. Lekin manzaraga gap bo'lishi mumkin emas. Yuqorida Govanak tog'i, mana shu yerdan chiqib ketsa bo'ladi. Biz bir marta mana shu yerdan chiqqanmiz. Mana shu yerdan yuqoriga chiqib ketadigan yo'l bor. Eng baland nuqtasi bu yerda emas, buni orqasida, bu yoqqa tepaga chiqqandan keyin ko'rinadi. Shunday qilib bugungi sayohatimizni sekin yakunlasak bo'ladi. Universitet anchagina katta. Bu yerda bir kunda aylanib chiqish juda ham qiyin. Hozir kameraning zaryadi ham deyarli tugadi. Shuning uchun sekin yakunlasak bo'ladi. Bu yerga albatta yana kelaman. Bir marta emas, 2-3 martalab yana qaytib kelaman. Menimcha bu yerga endi yo'nalish bo'lib kelaman. Masalan, bir kun biznes schoolga kelsam, bir kun injineringga kelaman, chunki o'zi videoning yarmi faqat injinering bo'ldi. Universitetda yarmida injinering school boshlangan. Hozir yana mana injinering ichidamiz. Bitta kelish kerak ekan. Shunday. Agar savollar bo'lsa, yozib qoldirsanglar, javob berishga harakat qilaman. O'zim bilmasam internetdan qidirib yoki savollarni yig'ib yana bir marta albatta bu yerga kelaman. Tabiati butunlay boshqa mavzu, universitet o'zi butunlay boshqa mavzu. Reyting yuqori universitet bo'lgani uchun ham kelganimizdan beri his qilyapmiz. 10 kelgan odamni to'xtatib inglizcha so'rasangiz, ingliz tilini biladi. Bu juda ham zo'r. Boshqa universitetlarda, Koreyadagi boshqa universitetlarda bunaqasini uchratish qiyin, ya'ni koreysni to'xtatib ingliz tilida muloqot qilish qiyinroq, lekin bu yerda imkoni bor. Shuning uchun albatta keling,
Seoul National University'ga agar ta'limga qiziqsangiz yoki shunchaki tabiatga qiziqsangiz ham kelishingiz kerak bu yerga. Tabiati ham juda ham ajoyib. Yana bir marta ko'rsataman. Shunchaki hiking reja qilgan taqdiringizda ham Guanak tog'iga aynan shu Seoul National ichidan chiqib ketsangiz bo'ladi. Bahonada universitetni ham ko'rib olasiz. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.